Assalamu alaykum qandoqlar yaxshi mulla salomat qilsin inshaalloh. Men sizlarga o'tgan qatim rayhon to'g'risida tushuncha bergandim. Yana bir yangi o'qimga ega bo'ldim. Shuning uchun men rayhonning to'g'risida so'zlab bermoqchi. Men qaysi kuni yezg'i chiqib bir gul shundoq chiroyli ko'rinib ketdi ko'zimga. O gulning ismini so'rayman deb uyiga kirib ismini so'rab qilsam, uni yo'ldashim tunda chiqib qoldi. Shoma bu faslarni hadiya qildi. Bu faslar shunchalik aynibdiki, ham bekjonliq ham yeshil. Men buni qanda, ya'ni rayhon dey uyg'urcha. Qanda baqtayam desam, buni kun nuriga baq qo'ymag'in dedi. Men o'zimdan sag'irib ketganligini degandim. Desem, kun nuriga qo'ymay soatchidiga yagrab qo'ygan. Kun nuriga qo'ysam, buni yaproqlari sag'irib ketadi degandi. Rast degandek, men uyning kundurg'iga qo'yibdim bir kun qo'ysam, mayalar sal sag'irib qolgandek ko'rgan bo'lishim mumkin. Shu men buni talning ostida qo'yib qo'ydim. Bek kunmemas, bek soyim emas degandek. Mana bu yerda qo'ydim. Andan keyin buni cho'qim o'tgan qatimliq darasim degan bo'lishi mumkin. Yoki at deganda yoki kechda. Hargiz kun chiqib qolgandan keyin suv qo'yishga bo'lmaydi. Cho'qim yo at degan yo kechda qo'yish kerak. Ashundaq dedi. Shunda qo'ysanglar bo'ladi. Men balkonda mush talning ostida qo'ydim. Yana birga buning yupurmoqlarini sag'irib qolgan yer taraflarini azaq o'shtib elivetsanglar, boshqa yupurmoqlarga mana mavozlar sag'irib qolibdi ekan, men elivetdim. Boshqa yupurmoqlar zarar tegmaydi. Bu holatda qilsanglar bo'ldi. Andan keyin suyini hozir havo bek issiq bo'lgandan keyin suyini tutib qutlam to'pisini qurib qaslam suv qo'ysanglar bo'ldi. Quruq holatda ish qilsanglar. Normal havosi sovuqroq bo'lgan ahvolda sizlar haftada bir qatim yoki haftada ikki qatim suv qo'ysanglar bo'ldi. Men o'sha talning qiyshig'iga qo'ydim, chunki vatanda o'sha talning ostida butun rayhon tizib qo'yardi men cho'ng opam. Shuni men talning ostida qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Ya aptop emas, ya soy emas, yoki bo'lmasa men o'zimningki nimasidan balkim qo'lab qoldi deb qolsam, men buni daraxtning ostida qo'yib qo'ysam bo'ldi. Mana bu tarafda. Bu ya eng muvofiq men uchun. Buni qo'ysam bo'lg'udik. Bu tarafda qo'yay, lekin ham kunmemas, saymas normal holda mush tarafda qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Sizlarmi bek kun udullamishlarga qo'ymanglar, chunki yaproqlari ko'yib ketar ekan rayhonning. Men mana bu tarafda qo'ydim.